Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, har xil soha vakillari. Xohlaysizmi, sizlar ham mana shunday chiroyli kreativ rasmlar hosil qilishni? Buni albatta o'zingiz darslaringizda har bir mavzuga xuddi mana shunday qilib moslab, juda ham chiroyli holatda yaratishingiz mumkin, yoki ixtiyoriy boshqa soha vakillari ham o'zlarining sohalari bo'yicha mana shunday kreativ rasmlar hosil qilsa bo'ladi. Kelinglar, qanday tayyorlanishini ko'rsatib o'taman. Buning uchun Telegramda Teshdomla, mana bu Teshdomla kanaliga o'tib olamiz, chunki promptimiz mana shu joyda. Shu postning oxirida men tayyor prompt bor. Shu promptni nusxalaymiz. Nusxalaganimizdan so'ng Gemini ilovasiga kirib olamiz. Gemini ilovasi Create Image qismini bosamiz va ushbu promptni nusxalaymiz. Demak, promptni nusxaladik va mana shu mavzu yozilsin qismiga biror mavzuni yozing yoki biror buyumni kirgizsangiz ham bo'ladi. Masalan, mikroskop deb yozdik. Xo'p, mavzu yozilsin qismiga yana mikroskop deb yozamiz. Xo'p, mikroskop. Xo'p, endi mana bu qismiga mikroskop tuzilishi deb qo'yaylik. Mikroskop tuzilishi. Xo'p, mikroskopdan foydalanish deb qo'yaylik. Mikroskopdan foydalanish. Mana shu ikkala qismiga o'zingiz batafsil ma'lumot yozganingiz juda ham yaxshi bo'ladi. O'zingiz nima yozmoqchisiz, ana shuni kirsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Ya'ni mana bu to'rtburchak qavsning ichiga ma'lumotni kiritishingiz foydali bo'ladi. Va yuborish tugmasini bosamiz. Ko'rdingizki, mikroskop rasmi, mikroskop tuzilishi, mikroskopdan foydalanish. Ya'ni mana shu tuzilishi va foydalanish qismini o'rniga o'zingiz biror ma'lumot kiritsangiz, boshqa ixtiyoriy ma'lumot kiritsangiz, ana shu yozuv mana shu joyga akslanadi, ko'rinadi. Bu mavzuni o'zingiz ixtiyoriy sohada foydalansangiz bo'ladi. Qanday soha bo'lishidan qat'iy nazar kiritib foydalansangiz juda ham yaxshi. Ixtiyoriy soha. Masalan, texnologiya ustozlari uchun duradgorlik deylik. Duradgorlik. Hop, mana shu joyga duradgorlik yozamiz. Duradgorlik. Hop. Aynan duradgorlikda mana shu joyga turlarini yozsak bo'ladi. Sizlar batafsil yozganlaring yaxshi. Duradgorlik turlari deymizmi yoki kelib chiqishimi? Duradgorlikning kelib chiqishi deymizmi? Aniq ma'lumot yozganingiz yaxshi. Chunki siz mutaxassissiz, o'zingiz faningiz bo'yicha yoki o'zingiz sohangiz bo'yicha aniq ma'lumot kiritsangiz, mana shu joyda juda ham yaxshi ma'lumotlar chiqadi. Xo'p, duradgorlikdan foydalanish deymiz va yuborish tugmasini bosamiz. Mana qarang, duradgorlik deganligimiz uchun ana shu duradgorlik uskunalari paydo bo'ldi. Duradgorning kelib chiqishi, ya'ni mana shu qismga duradgorning kelib chiqishi haqida o'zingiz batafsil ma'lumot yozasiz. Foydalanish qismiga ham o'zingiz batafsil ma'lumot yozasiz. Aynan foydalanish yoki kelib chiqishi bo'lishi muhim emas. Siz qanday ma'lumot yoritmoqchisiz aynan mavzungiz uchun, ana shuni kiritib o'tsangiz juda ham yaxshi. E'tiboringiz uchun rahmat. Telegramda Teshdomla kanaliga obuna bo'ling. Bu yerda juda ham ko'p kreativ mana shunday rasmlar, ma'lumotlar berib boriladi. Salomat bo'ling.